Kelin, emillamasdan tez qiling, 2 soat bo'ldi. Voy, Ozodjon, shunaqa sekin, yuraklarim siqilib ketadi. Haqiqatdan. Sezdinglar. Shu urushay deyman, haydaveray deyman. Prosta onam aytgan qizda. Sen og'zimdan urma, nima aytdim men senga? Yo'q, men prosta aldanganman vaqtida. Kim aldagan seni? Bir ajoyib ayol. Kim? Otamni xotinlari. Shunaqa kinnalagan. Ey, aqlli qiz, shunaqa chiroyli, shunaqangi xushbichim qiz, o'g'lim shunga uylan, iltimos degan. Baraka topasan, o'g'lim shunga uylanasan, ha. Xo'pdi, bo'ldi, nima shuncha gap gapirasan, ha? Ya men prosta boshqasiga uylanmoqchi bo'lganman. Mayda-chuyda bahona qilgan o'sha ayoldan. Nakolkasi bor ekan, ichar ekan. Jinnimisan sen, bolam? Qana tez qimirlardi zato diskotekada ko'rmagansiz. Qo'rqoq, nima aytdim men senga? Qaranglarki, vaqtni qaytarib olib kelsa bo'ladi. Kelin, bemalol ishingizni ko'ring, xo'p, xohlasangiz qilmang. Durrak.